Shu qorayib turgani jo'ja bor deganda, rivojlanish bor. Assalomu alaykum, parranda ishqibozlari. Inkubatorimiz ishlash jarayonida. Mana shu holatda ishlab turibdi. Necha kun bo'ldi bugun qo'yilganiga? 12 kun bo'ldi-da. 12 kun. 3-yanvar kuni qo'yganmiz. Tuxumlarni tekshirib ko'rsak bo'lar ekan. Tuxumlar 7 kunda bemalol tuxumlarni avaskop qilib tekshirib ko'rsa bo'ladi, rivojlanib, qaysi rivojlangan, qanaqa rivojlanish holatda ketyapti tekshirsa bo'ladi. Hozir tekshirib ko'rsatamiz. Tuxumlarni tekshiramiz. Sizga o'chirib turamiz. Buni ko'rsating. Bor ekan-a? Xo'p. Mana shu ichida qimillaydi. Bunda ham bor. Bunda tekshirish o'sha birdaniga hammasini tez ko'rib chiqsa bo'ladi. Ko'rinsa, yaxshi ko'rinsa bittasini olib ko'rsataman. Shu qorayib turgani jo'ja bor deganda, rivojlanish bor. Mana shu tepadan yaxshi ko'rinyapti, mana shunday. Mana shu holatda ko'rinyapti. Sal nimaroq ekan, bo'lmasa qimillagani ham ko'rinadi, yaxshi tiniq bo'lib ko'rinadi. Mana shu holatda tuxumlarda tekshirsa ham bo'ladi, lekin ko'p ochib turish yaxshi emas. Mana shunda yo'q mana. Mana shu urug'lanmagan shunaqa bo'ladi. Bu inkubatordan bo'lmaydi bu. Unda urug'i yo'q. Urug'lantirilmagan. Unda bor ekan. Mana bor. Mana bunda ham yo'q, mana urug'lanmagan mana. Mana shu holatda ko'rinadi urug'lanmagan. Ana shu urug'langan ekan. Urug'langanlar tepasi bo'sh turadi, qorayib qolar ekan. Yaxshi. 73 ta tuxum bor deydi. 73 ta tuxumdan 4 tasi urug'lanmagan ekan, 4 tasi. 95% dan yuqori natija desa ham bo'laveradi. Mayli, salomat bo'linglar. Mana shu ko'rinishda tekshirib olsalaring bo'ladi. Inkubatorimizni ulab qo'yamiz. Issiqligi 838 ga chiqib yana ishlab ketaveradi. Oldingiga.